534 1291. Biz Ko'priklar va tonnellar kafedrasi professor o'qituvchilari va talabalari bilan birgalikda Olmaliq tog'-kon metallurgiya kombinatiga tegishli bo'lgan temir-beton temir yo'l ko'prigida texnik diagnostik ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Temir-beton temir yo'l ko'prigimizni keyingi ekspluatatsiyadagi holatini diagnostikasini amalga oshirmoqdamiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish me'yor qoidalariga asosan ko'prikni tekshiruvdan so'ng kameral ishlarni amalga oshiramiz. Bu yerda biz ko'prikning qoldiq resursini hisoblarini amalga oshiramiz va ko'prikning kelgusidagi hayotiy sikli necha yil davomida ekspluatatsiyaga poyezdlarning xavfsiz harakatini ta'minlash, ko'prik oraliq qurilmalari va tayanch qurilmalarni keyingi ekspluatatsiyadagi amaliy tavsiyalarni berib o'tamiz. O'ttiz 28 27. Ayni damda oraliq qurilma betonni amaliy mustahkamligini aniqlash jarayonini amalga oshirdik. Ya'ni ma'lum bir texnik sindirmaydigan qurilmalardan foydalanish orqali bu natijalarga erishishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun mana hozir qo'limizda sklerometr qurilmasi orqali bir nechta natijani olishga harakat qildik va olingan natijalarni tahlil qilish orqali bu konstruktiv elementni ma'lum bir darajadagi amaliy mustahkamligini real vaqt rejimida aniqlashga imkonimiz katta.